Sal qoldi bolangdan ayrilib qolishingga. Mana shularning hammasi saboq bo'lmadimi, ha, Dilbar? Bu yerda nima qilyapsan? Qaysarlik qilmaganda uyni sot. Siz bilan kelisha olmadik. Kelinlikka nomzodlar bormi? Yo'qmi? Sizga baribir emasmi? Akam senga vasiyat qoldirgan mol-mulklarni miqdori bor. Ol aqam. Bu seniki. Rahmat. Zubaydani har bir qadamini kuzat. Har bir qadamini. Tushundingmi? Ha, bor, tushundim. Nimaga ayolingiz sizni hurmat qilmaydimi? Zarracha. Xotin borasida omadingiz chopmabdi-da. Qo'limdan hech narsa kelmaydi deb shundoq uyni sotib yuboramizmi? Hali sotamiz deganim yo'q-ku. Qayerdan olding bu gapni? Meni ham unutma. Kompaniyadagi yaxshi lavozimda menga ham bergin. Onalikni qadrini ona biladi-ku. Rahmat onajon. Eson-omon qutulib aka. Zubayda! Nima gap? Menga qara, seni bir barzang kuzatyapti. Siz baribir ona bo'lmaysiz. Nima? Achinayapsanmi, ha? Ha? Ey Xudoyim, ishqilib erimni o'z panohingda asragin. Bechora yaqinlari tufayli juda ham ko'p qiynaldi. Odamlar nega bunaqa ekan-a? Hech qachon tushunishmaydi. Bo'lmasa, o'zlarini qo'sha uylari bor. Shunchalar bitgan uyimizga ko'z tikishganiga hayron. Men qayerga boray? Kimga dodimni aytay? Bechora erimga juda qiyin bo'ldi. Voy! Rustam aka? Voy, Rustam aka, nima bo'ldi? Hech narsa. Aytdim-ku sizga. Siqilmang, o'ylamang deb. Turing, yurigiga kiraylik. Ketadi. Hammasi yaxshi. Shumi yaxshiligi? Odamni qo'rqitmang. Agar yomon bo'lsa qanaqa bo'ladi? Yuring ichkariga. Voy. Voy. Bu endi ancha jiddiy masala. Ular bilan kurashmoqchi emasmisan? Nima qildingiz? Ichki ishlarga murojaat qilish kerak. Ha, meni aniq dalilim yo'q-ku. Aytyapsan-ku, kimdir meni ta'qib qilyapti, deyapsan-ku. To'g'ri. Lekin hozir uni shartda bo'yniga qo'yib qo'ya olmaymiz-ku. Nima qilamiz unda? Seni halok qilguncha kutishimiz kerakmi? Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Shu kendayim bilan birga yashayversak bo'lar ekan. Amaki, men bu yerda baxtliman. Menga shu yer yoqyapti. Faqat meni o'z holimga qo'yishsa bo'ldi deydi. Tinch qo'yishini faqat bitta chorasi bor. Xo'p, ayting, men hammasiga roziman. Barcha mol-mulkni kendayimga qo'shqo'llab topshir. Shunda sen bilan hech kimning ishi bo'lmaydi. Shunga rozimisan? Agar ular loyiq bo'lishganda men qarshi bo'lmasdim. Chidaysan, jiyan, chidaysan. Men senga ko'z quloq bo'lib turadigan birortasini topaman. Men har doim sendan xabar olgani vaqt topa olmayman. To'g'ri shu. Amaki, Ha. anavi ikkinchi xotiningiz borligi rostmi? Endi yo'q. U bilan aloqani uzganmiz. To'g'ri qilibsiz. Baribir o'zimni kennoyim juda yaxshi edilar. O'zi ikkovida ham ayb yo'q, hamma ayb o'zimda. Meni deb Alisherjon o'g'lim arosatda qoldi. Alisherjon? Ha, ikkinchi ayolimdan, o'g'lim. Mayli.
Muhimi tushunib yetibsiz-ku. Hamma ham xato qiladi. Ko'p ham kuyinurmang. To'g'ri, lekin Alisherjonni. Mayli, sen ham boshingni qotirmay. O'zing muammolaring yetarli. Mayli, men ketaman, eshikni yopib ol. Shu atrofda turadigan biror odamni topaman. Sendan xabar olib turadi. Yur, eshikni yopib ol, meni kuzatib qo'y. Xo'p. Qani yur. Dadasi, yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Dadasi, o'jarlik qilmang. Yuring shifoxonaga borib kela qolaylik. Yo'q. Hammasi yaxshi. Ancha qo'yvordi xotin. Ish qilib, infarkt o'tkazmagan bo'ling-da. Yo'q, infarkt qayoqda? Shunchaki ozgina og'ridi xolos. Mana o'tib ketdi-yu. Bu aniq infarkt emas. Hozir sho'rva qildim. Ichib olsangiz, ancha o'zingizga kelib qolasiz. Ham kuchi bo'ladi. Bor ekansan xotin. Shunaqa shirin ovqatlar qilishing uchun faqat yuragim changallashish kerak ekan-da. Ha, yo'q, nima deyapsiz? Siz sog' salomat bo'lsangiz bo'ldi. Sizga dunyodagi eng shirin ovqatlarni tayyorlab beraman. Men bir narsaga tushunmayapman. Nimaga tushunmadingiz? Nega birdan menga mehribon bo'lib qolding? Shu paytgacha men bilan har kuni urisharding, janjallashding. Shuni o'ylab, o'yimga yeta olmayapman. Chunki shu paytgacha ham siz haqingizda noto'g'ri fikrda bo'lgan ekanman. Masalan, qaysi ma'noda gapiryapsan bu gapingni? Rostini aytsam, men sizni juda ham sodda deb o'ylardim. Keyin ustamonlik bilan uyi nomingizga o'tkazib olganingizni eshitib, siz haqiqizdagi fikrim o'zgardi. Tushunarli. Demak, sen ham uy uchun ekansan-da. Ha, yo'q, siz noto'g'ri tushundingiz. Unaqa emas. O, xotin. Nafas. Nima bo'lyapti yana? Tinchlikmi? Hozir xotin. Nafasim siqqandek bo'lyapti. Meni biroz yolg'iz qoldir. Nega endi? Birdan o'zgarib qoldingiz? Sendan iltimos qilyapman. Eshitmayapsanmi? Hech kim do'st emas bu dunyoda. Xuddi o'zimni keraksiz buyumdek his qilyapman. Nima qilib turibsan? Nima bo'ldi? Nima yangilik? Menimcha bu ish juda ham mushkul. Bitta o'zimni eplolmayman. Menga qara. Avvalambor odam o'zida ishonch bo'lish kerak. Senda shu narsa yetishmayapti, polvon. Gavdang bor-u, lekin zig'ircha ham aqling yo'q. Ozgina miyani ishlat. Agar sen shu ishni eplolsang, senga katta mukofot bor. Oilangni ta'minotini 2 baravarga oshiraman. Xo'p. Harakat qilaman. Bo'pti. Bora qol unda. Xo'p. Eplashing shart. Eplamasang bo'lmaydi. Bu ishni men uchun ham eplashing kerak. Agar bu ishni o'zim qilganimda 1 soatda amalga oshirgan bo'lardim.
Ammo xavfsizligim uchun ham men u yerlarga bora olmayman. Nima gap? Chiq. Uyning oldida turibman. Yo'q, chiqmayman. Men senga chiq dedim. Nima uchun? Chiq deyapman. Yaxshi. Ortimdan yur. Ha, tinchlikmi? O'zingni ko'rsatyapsan? Ha? Hamma joyga jar solib. Kim jar soldi? Menmi, sizmi? Nima qilibman o'zi? Onangizga kim aytdi? Men aytibmanmi? Menga qara. Gapimni eshit. Qulog'ingga yaxshilab quyib ol. Onam nima desa ham, sen yo'q deysan. Ertaga uyimda yasha, biz bilan yasha deyishlari mumkin. Lekin sen yo'q deysan. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Senga aytyapman. Yo'q. Tushunmadim. Endi sizdan qo'rqmayman. Ey. Ovozing chiqib qoptimi? Ha? Tilingni sug'urib olaman. Tushundingmi? Ana aytgan ishni nima qilding? Hech narsa. U meni bolam. Sizga og'irligi tushmasin. Bolani oldirmayman. Dadam bilan ham gaplashdim. Kerak bo'lsa, siz bilan ajrashaman. Juda soz. Aytgan bo'lsang, juda ham yaxshi. Ancha mushkulimni oson qilibsan. Odam emassiz. Hayvondan ham battarsiz. Siz odam bo'lmaysiz, tushunyapsizmi? O'chir chakagingni. O'chirmayman. Oldida baqirma. Hammasiga siz aybdorsiz. Ya? Ey! Sen kimsanki meni qizimga baqiradigan? Ha? Dadajon. Sen kimsan? Ey, sen kimsan? Oling deyapman. Menga qara. Hurmatim, jim turibman. Dada, iltimos o'zingizni O'zingizni yoqamga yaqinlashtirmang. Dadajon, iltimos. Maraz. Qo'ying, dadajon. Hayvon. Iltimos. Otasini deb chidab turibman. Atayin shu joylarni tanladik. Sal chekkaroq joy. Ko'z quloq bo'lib turasan. Amaki. Yaxshi. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Assalomu Jiyan. alaykum. Alaykum assalom. Nega kirmadingiz ichkariga? Yolg'iz emasman. Jiyan, bu Sabr. Shu atrofda turadi. Biror xavf sezsang, unga qo'ng'iroq qilasan. Senga ko'z quloq bo'lib turadi. Uchib keladi. Uchib Rahmat. kela olmasa dumalab keladi. Olasan-da do'stim gapni ham. Tushundim. Rahmat amaki. Tushundingmi? O'zing qarab turasan. Xavotir olma. O'zim ko'z quloq bo'laman. Hozir ko'chada odam ko'p. U menga zarar yetkiza olmaydi. Nima gap? Tinchlikmisizmi? Sizga nima kerak? Nima sizni Farhod yubordimi yoki Zahro kenayimmi? Odam ko'p ekanmi? Maqsadingizga erishishga to'sqinlik qilishadimi? Sizni kuzatayotganimga biror isbotingiz bormi? Sizga isbot kerakmi hali?
Zubayda tinchlikmi? Assalomu alaykum. Vaqtida kelib Va alaykum qoldingiz. assalom. Mana shu odam meni taqib qilib yurgan bo'ladi. Men buni taniyman. Farhodning iti shu bo'ladi. Ha. O'zim ham shuni taxmin qilgandim. Siz uyingizga boravering. O'zimiz gaplashib olamiz. Xo'p. Ha, qochqinday quyon birdaniga arslonga aylandimi? Sen bilan eski hisob-kitobimiz bor, bilasan-a? Men bilan. Ha, sen bilan. Yo'q, Seni allaqachon uyni arqib bo'ldim. Kecha tolqon ko'rishganingda ortingdan tushgan edim. Nima reja qotdi deb o'ylagandim o'zi. Nima? Zubaydaga sendan boshqa qo'riqchi topilmadimi? Menga qara, men bilan yur. Aks holda kechqurun uyingga bostirib boramiz. Bo'ldi, o'zingni bos. Bo'ldi. Hech qachon sen bilan oilangni tinch qo'ymayman. Tushundingmi? Bo'ldi, o'zingni bos, xo'p deyapman-ku. Yur. Yur mashinaga. Yur. Ana Sobir temirchini o'g'li. Rustam kelyapti. Ana. Judayam qo'li egri deb eshitganman. Yo'q, javunchalik emasdir. Voy, hattoki salom ham bermadi-ya. O'zi bir kazzob bo'lsa salom berishni biladimi bu? Voy, mahalla oqsoqoliga bir aytishimiz kerak deyman-da shuni. Shuni ayting. Ancha tashvish bo'ladimi deyman-da mahallamizga. Tartibga chaqirib qo'yardi-da. Sud qachon ekan? Boraman. Pulimni undirib olishim kerak-ku. Nimaga bormas ekanman? Butun boshli mashinani puli ketib qolgan-ku unda. Menga qizig'i yo'q. Boraman. Bobur. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Sog'lig'ing yaxshimi? Ha, kayfiyatingiz yo'q, Salim aka? Akang boshimizga solmagan kulfati qolmadi. Shunaqa. Nimalarni orzu qilgandingiz, nimalarga erishdingiz? Odam adasharkanda. Aka, o'zingiz pishirgan osh. Aylanib ham, o'rgilib ham o'zingiz yeysiz. Ha. To'g'ri. Bo'pti. Mayli. Sog' bo'lgin. Bechorasilar. Ota-onasining qarori deb qiynalib ketdi. Ana, harom pullariga bozor qilib kelyapti. Ko'rdingizmi? Qarang, yana salom bermadi-ya. Voy savil. Salomiga zormasmiz buni? Odammidi bu? Salomiga zor emasmiz. Turqinni olsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, so'ragan ayb yo'q. Sizlarga nimadir yomonlik qildimmi? Yo'q, bolam, hammasi yaxshi. Xuddi negadir orqamdan gapirganga o'xshadinglar. Balki menga shunaqa tuyuldimi-da? Sen bilan nima ishimiz bor? Mahallani yo'llarini gapirayotgandik.
Bir mahalla raisi ham kelib qaramaydi deb gapiryotgandik. Bizdan xola ham so'ramaydi deb gapirishayotgandik. Bo'ldi. Xo'p, uzr. Men unda noto'g'ri eshitdim. Men bora qolay. Mayli, bora qol bolam. Bu odam bo'lmaydi. Gapirmang. Mayli endi. Alo, Alo, Zubaydaxon. Sobir aka, sizmi? Assalomu alaykum. Aha, menman. Shunda pastga tusha olasizmi? Tinchlikmi? Ha, haligi uchastkovoy xonaga borishimiz kerak ekanda. Boya Farhodning itini ushlab ketishgandi. Shunga 2 og'iz ko'rsatma berishingiz kerak. Ha, albatta, bo'ldi. Hozir kiyinib tushaman. Bo'ldi. Siz kiyinib tushavering. Mashina bilan borib turaman o'zim. Aha, xo'p bo'ladi. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ketamizmi? O'tiring mashinaga. Yaxshimisiz? Zo'r ish bo'pti, boplabsiz. Ha. Uzra, lekin uchastkovoy shunaqa uzoqda joylashgan ekanmi? Biron narsa desangizchi? Qayerga keldik? Meni kechiring. Meni majbur qilishdi. Tushunmadim sizga. U bu yerda nima qilyapti? Nima siz meni aldaganmidingiz? Haydang mashinani. Haydang! To'xtang! Ey, Galvars. Nima qilmoqchisan? Mani qiz olib kelgan edim. Bildim. Uyga olib kirib ochmaysanmi? Hamma ko'chada yuribdi. Birontasi ko'rib qolsa nima bo'ladi? Ey! Qayoqqa ketyapsan? Biz mashina olib kirdik-ku. Darvozani katta xoling ochadimi? Ha, hozir. Yo, to'xta. Sen mashinangda o'tirib, darvozani men o'zim ochaman. Xo'p? Ey! Men kesatib gapirdim. Bor och darvozani. Shu bir kun meni yurak kasali qilib o'ldirasan. Sekinroq mashinani pachoq qilasan. Ayol kishi bundoq iboli xayoli bo'lmaydimi? Baxti tezlash.
Bo'l, mashinaga o'tir, tezroq olib kir. Bechora qiz. Bu qizni boshiga tushmagan ko'rgili qolmadi. Baxti, esingni yedingmi? Nimaga buni bagajga solding? Odamga o'xshab olib kelsang bo'lmasmidi salonda? Buzdetdi-ku. Senchi o'zi odam bo'lmaysan. Tez, bagajdan olgindi. Ana tayyorlab qo'ygan xonamizga olib kir. Xo'p. Bilaman. Menga gapiradigan gaping bor, lekin hozir emas. Avval bemalol joylashib ol, keyin bafurja gaplashamiz. Baxti, tezlash. Xo'p. O'tir, qimirlamasdan. O'tir. Og'zini och. Yaramaslar, itlar, qo'rqoqlar. Nima kuchlaring mendagi kichkina qizga yetdimi? Hali hamma qilgan ishlaring uchun javob berishasan. Bo'ldi, yop Men buni og'zini. shundoq qo'ymayman. Yop tez. Hali javob berishasan. Qo'yvorlaring meni. Bo'ldi. O sekin. Baqirganingni foydasi yo'q. Baribir seni bu yerda hech kim eshitmaydi. Seni o'rningda bo'lganimda tinchgina o'tirgan bo'lardim. Seni bu yerga olib kelish uchun biz juda ham katta mehnat qildik. Shunaqami, Baxti? Ha. Oson bo'lmadi uni olib kelish. Ana. Endi seni osonlikcha qo'yib yubormaymiz. Xo'sh, siz shunday chiroyli qiz. Ha, Baxti? Shunda chiroyli qizga ozor berdingmi? Ha, buni biz bu yerga olib kelgan deb. Lekin chiroyli qiz, Baxti? Ha, chakkimas. Hoy qiz, menga yaxshilab quloq sol. Seni qiynab, biz rohatlanmaymiz. Aksincha, vijdonim qiynaladi. Kel, yaxshisi kelishaylik. Sen biz aytgan hujjatlarga imzo chekib, video murojaat qilib bersang bo'ldi. Hoziroq qo'yib yuboramiz. Nima deding-a? Qani, gapirchi. Oz yopig'u, qanaqa gapiradi, shef? Baxti, men ko'rmasman, ko'rib turibman. Ha, o'z savol berib tursiz-ku. Hech bo'lmasa, rozi bo'lsa boshini qimirlatib qo'yish mumkinmi? Ha, to'g'ri. Siz tushundim. Yaqinli. Xo'sh. Xo'sh, rozimisan? Xo'ja, bizani tushundi shekilli. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Ha. Mayli, qani unda og'zini ochchi. Shoshma. Menga qara. Agar yana baqir-chaqir qiladigan bo'lsang, og'zingni yopib qo'yaman, tushundingmi? Yech.
baribir maqsadingga yetolmaysan hech qachon. O'lsam ham rozi bo'lmayman, bilganlaringni qillaring. Hech qo'limni qo'yib yubor meni. Yop Qo'yib yubor og'zini. dedim. Baxti, O, bu gapimizni tushunmabdi-yu. shunaqaga o'xshaydi. Mayli. Yolg'iz qolsa, balki o'ziga kelib qolar. Yur ketdik. Xo'jay. Endi nima qilamiz? Juda ham qaltis ishga qo'l urdi. Endi nima bo'lsa ham peshanangdan uka. Sizni ham aytganingizni qildim-ku, shef. Hazillashdim. Nima, sen meni nomard, shunchalik pastkash sotib ketadi deb o'yladingmi? Yo'q, men sizga ishonaman. Unda noto'g'ri o'ylabsan. Menga ishonib bo'lmaydi. Men seni bir deganda sotaman. Aka. Hazillashdim, bo'ldi. Shuni ham ovozi jonga tegdi-da. Qiz bola degan mundoq ovozini o'chirib o'tirsa bo'lmaydimi? Hazil o'z yo'liga-yu. Juda qaltis ishga qo'l urdik. Shunaqa. Ish qilib, oxiri baxayr bo'lsin-da. Aka, kenayi. Hozir. Muncha chiqishinglar qiyin bo'lib qoldi. Ha, Guljamol. Kenayim qayerda? Keni shifoxonaga ketgan. Biror yangilik bormi? Senga qiziqmi shu? Albatta qiziq, axir akamsiz u. Qani bir yangilik bo'lsa, farzandli bo'lsangiz. Iltimos. Ko'z bo'yamachilik qilmagin. Ko'ngil uchun so'rash ham hojat yo'q. Aka, sizga umuman tushunmayapman. Men singlingizman, jigarlarmiz. Hayotingizdagi bo'ladigan hodisalarga befarq emasman. Quvonsangiz quvonaman, sevinsangiz sevinaman. Agar menga rostdan ham qayg'urganingda, uyni sotishga majburlamagan bo'larding. Agar rostdan qayg'urganingda, uy sotilganda akang qayoqqa borishini o'ylagan bo'larding. Ko'chada qolmasmikin degan bo'larding. Yo'q. Senga buni umuman qizig'i yo'q. Hozir xo'ja ko'rsinga shunchaki so'rayapsan. Aka, yuring uyda bafurja gaplashib olaylik. Qachondan beri tashqarida turibmiz. Ichkariga kiram deb aytmaysiz-a? To'g'risini aytsam, sen bilan gaplashishga vaqtim ham yo'q, ishon. Aka, ishoning, muhtojlikdan qilyapman bu ishni. Zarurat bo'lmasa, men sizga uyni soting demasdim-ku. Nima? Ko'chada qolyapsanmi yoki yeyishga noning yo'qmi? Eng qizig'i, mayli, bunisi ham mayli. Nega shu vaqtgacha opam bilan sen jim yurding? Shuncha paytdan beri mana shu uylar quruq yotdi. Nimaga o'sha vaqtda sotish o'ylamadinglar? Nimaga? Men aytaman senga. Chunki o'sha payt uy onamning nomida edi. Sizlar sotinglar deb ayta olmasdinglar. Aka, shularni ichkarida gaplashib olaylik. Yo'q. Shoshib turibman. Aka, shoshmang. Aka?
Xayli tong. Qorningdan ochib ketgandir. Hozir sana og'zing nechaman. Faqat baqirmang, xo'pmi? O'zi baqirishgan holing yo'q shekilli. Senga ovqat olib keldim. Xolisini yedirib qo'yaman. Sizni ham singlingiz bormi? Bunaqa savol berma menga. Singlingiz bormi aka? Nega menga aka deb murojaat qilyapsan? Uzr qilyapsiz. Mendan yoshingiz katta. Demak, aka deb murojaat qilsam to'g'riroq bo'ladi. Iltimos, aka demang. Nimaga? Men arzimayman. Siz o'z xohishingiz bilan bu ishni qilmayapsiz, to'g'rimi? Shunchaki buyruq bajaryapsiz. Yo'q, o'z xohishim bilan. Ko'rib turibman u hammasini. Yo'q, rost gapiryapman. Buni hammasini nafsim yo'lida qilyapman. Lekin shon, agar bu ishni men qilmasam, boshqa odam kelib qilgan bo'lardi. Yetimxonada o'sganmisiz? Nega unaqa deyapsan? Nega unda singlingiz bormi deb savol bersam javob bermadingiz? Chunki javob yo'q bu savolga. Demak, singlingiz bor. Meni bu ahvolga solayotganda ko'z oldingizga singlingiz kelmadimi? Hech meni o'rnimga singlingizni qo'yib ko'rdingizmi? Nima qilmoqchisiz? Yaxshilab ovozini yopmoqchiman. Bu kechsa sen hali beri savoling tugamaydi. Nima vijdoningiz dosh bera olmayaptimi? Iltimosim bu. Aka, opam bilan gaplashaman. Uyni sotgan taqdirda ham sizga yordam beramiz. Uyni sotgan taqdirimizda birgalashib sizga shahardan uy olamiz. Ishoning, bizga hozir pul juda ham zarur. O'zimizni moliyaviy tiklab olsak, sizga albatta yordam beramiz. Axir biz sizni jigarlaringizmi-ku? Qanday sizni aldashimiz mumkin? Bunaqa payt bir-birimizga ko'makdosh bo'lishimiz kerak-ku. Nega ishonmayapsiz bizga? Tushuning akajon, buni biz majburlikdan qilyapmiz. Sizga ham yaxshi bo'lsin deyapmiz. Bilasanmi singlim? Quruqqa o'zingni qiynama. Foydasi yo'q. Bu uyni onam menga berganlar. Hech kimni da'vogarlik qilishga haqqi yo'q. Tushunarlimi? Meni fikrimdan qaytara olmaysan. Demak, shunaqa ekanda, baribir sizni ko'ndira olmadim-a? Mayli, zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Yaxshi qoling, kendayimga salom eting. O qiz, esingni yig'ib ol. Bu yerda o'lib ketasan. Bu ishinglar hazilakam ish emas. O'zinglarni boshinglarni o'zinglar yedinglar. Siz nima buyruq beryapsizmi? Siz bilan uyda ko'rishamiz. Bo'pti.
Qizni olib chiq, issiqroqxonaga olib bor. Balki tez yordam chaqirarmi? Balki ichki ishlarni ham chaqirarsan birgalikda. Avval iltifot, keyin ish. Qani, yuring. Mayli. O'yim juda ham o'zgarib ketibdi. Bu gapingga qaraganda qaytadigan ko'rinasan-a? U iziga tushganimizni bildi. Jinnalik qilib har baloni boshlab qo'ymasa bo'ldi. Nima qilyapsan ishing tagida? Gap olyapsanmi? Yo'q, xo'jay. Muammo bor. Nahot o'z haqqimizni boshqa yo'l bilan talab qila olmaymizmi? Boshqa yo'li bordir, o'ylang, opa. Nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Kim bu qiz? Mana buni xotini kim bo'lardi? Nima? Siz meni sevib qoldingizmi? Juda ham sevib qoldim. Chiroyli ekanmi? Qizim qadrsiz bo'lishiga shu juvon sababchimi? Siz yaqinda farzandli bo'larkansiz. Ey Allohim, o'zingga shukr. O'zini kasalga solayotganing aql bor. Faqatki tuzalgani bilsa, yana sovuqxonaga tiqadi.